Qur'oni Karimda boshqa oyati kalimalarda ham Estaizu billah allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallohul azim. Iymon keltirgan odamlar Robbim Alloh, dinim Islom, kitobim Qur'on, payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam degan insonlar, ularning qalblari Allohning eslashlik ila orom oladi, orom topadi. Mu'min odam, musulmon odam Allohni eslagan sari qalb orom topadi. Yana Xudoy taolo ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ogoh bo'ling chaqiryapti bizni. Ey bandalar, ogoh bo'ling. Allohning zikri ila, Allohni eslash ila, Allohni yod qilishlik ila qalblar orom topadi. Yuragim siqilyapti deydi-yu odam. Siqilmaydi. Alloh demaganimizdan qalbimiz shunaqa bo'lib qoladi. Deb ko'ring siz. Musibat Xudo saqlasin, qiyinchilik Xudo saqlasin, mashaqqat Alloh saqlasin. Lekin shu vaqtida siz shunday qalbga qarab turib Alloh, Alloh, Alloh deb bir 10 minut aytib ko'ring, nima bo'lasiz? Qanaqa holatga, qanaqa rohatga tushasiz? Xudo aytayapti Qur'oni Karimda. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'ling, Allohni eslash ila qalblar orom topadi. Taskin topadi. Xotirjam bo'ladi. Shuning uchun muhtaram jamoat, biz Alloh jalla va aloni 99 ta ismi bormi? Qaysi bir ismini xohlab turib eslasangiz, rohat, lazzat topasiz. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaymin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Qarang Allohning ismini maza qilishingiz. Allohning 99 ta ismini chaqirib turib, ya Alloh, mana hojatlarimni ber desak, Alloh jalla va ala bizga beradi. Ud'uni astajib lakum, menga duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti Alloh. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. So'ra mendan, ey banda, beraman deyapti. Xudoy taborak va taolo har birimizga ham hayoti dunyoda shunday bir yaxshi taqvoni Xudo nasib qilsin. Xudoy taolo hammamizga shunday bir mukammal taqvoni Alloh o'zi nasib qilsin.